Assalomu alaykum hammaga, sevimli Sayroqi qush kanalining obunachilari. Mana bizda yana bitta holat. Modamiz bulutli bo'lgan edi, qo'yildi tuxumni. Hozir daftarni ochib qaraganimizda chislosi где-то 15 kunlar atrofida beryapti. O'shani tekshirishga ko'rib sizlarga qanaqa tekshirishlarni ko'rsatmoqchimiz. Bu bilganlarga emas, bilmaganlarga aytilyapti. Men hozir tuxumini olaman. Olib qanaqa tekshirishni ko'rsataman. Mana qilib ana telefonni fonarni yoqib qo'yganman. Sal cho'mliroq joyga kiriladi. Hozir shu fonar ustiga tuxumni qo'yiladi. Mana tuxumimizni fonar ustiga qo'ydim. Endi tekshiramiz. Sal fokus to'g'rilansin. Mana qatdan bilsa bo'ladi tuxumni. Misol uchun mana shu tarafda tuxumni ichida движение bo'ladi. Xuddi o'rgimcha yurganga o'xshab движение bo'ladi, tomir движенияsi bo'ladi. Ana o'shandan bilsangiz bo'ladi, jo'ja borligi yoki yo'qligi. Mana hozir bunda pustoy. Hech qanaqa движение yo'q. Bu nimadan dalolat beradi? Что tuxum pustoy. Просто moda pustoy yotibdi. Bu o'zi 8-kunlar, 9-kunlarda tekshirsa ham bo'ladi. Ya'ni ko'p anaqa qilmasa, chunki men vaqtim bo'lmay qoldi. Orada ishlarim bor edi. O'shan hisobiga men ko'p 8-9-kunlarda qila olmadim. Hozir mana bugun vaqtim bo'lgani uchun bir tekshirib qo'yishga, qushlarni tozalab, teklarini tozalab, donlarni berib, sekin to'g'rilab, vitaminlarni berib, to'g'rilab chiqayotgani paxoda tekshirib oldim. Bu qushimizni ham pustoy yotgan ekan. Qushni endi nima qilamiz? Qushni ajratamiz. Boshqa narga tayinlaymiz. Birinchi o'sha o'zini narimiz, eski narimizga tayinlab ko'ramiz. Agar o'shanda ham bo'lmasa, unda boshqa modaga, boshqa narni ikkalasini ikki xil narga qo'yamiz. O'shanda agar pulot jo'ja bersa, unda значит yo modada, yo narda ayb bo'ladi, bespilot bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi marta qo'yib ko'ramiz. Bularni ajratib, hozir tuxumlarni ajratib qo'ydim. Mana hozir tuxumlarni olib tashladim. Ikkita qo'ygan edi, bittasini tepada qo'noqga sakrayotganda o'zim ko'rdim uni. Tuxumni havoni o'zida qo'yib yubordi. Pastga tushib ketgandan sinuvdi. Endi u bilmayman, balki unda pilot bo'lganmidi, bo'lmaganmidi, endi unisini bilib bo'lmaydi. Chunki uji bo'ldi, ketgan narsaga achinib bo'lmaydi. Mana bunaqa qo'yib qo'yiladi. Holat uni avaylab sekin olinadi bu. Fonarni mana shunaqa joyi yoqib turib, mana shunaqa joyga qo'yish kerak. Agar bo'lmasa, agar sizlar misol uchun tuxumini olishga qo'rqsanglar, hozir shuni ham ko'rsatib beraman qanaqa olishi. Bu yerda hozir bizda tuxum yo'q, moda pustoy yotibdi o'zi. Dublonkasini sekin olinadi tuxum bilan birga. Misol uchun hozir bizda tuxum yo'qda ichida. Просто ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Mana shu modamiz bilan mana shu modamiz tuxum pustoy bo'ldi. Imamiz saru narimiz. Mana krasный белый moda. Tak. Holati bunaqa. Tuxum mana shu ichida bo'ladi. Tuxum ichida bo'ladi. Agar qo'rqsanglar, kichkina oddiy salafan yoki strechmi nimadir qilib paket qilsanglar ham yaxshi bo'lardi. Qo'lingizga misol bitta odam paketni ochib tursa, shunda bu narsani bundoq buklab turib, sekin bundoq tushiriladi.
tushirilganda tuxum paketga pok ketib tushadi. O'shanda tuxumni sindirib olmaysizlar. Hech narsa qilmaydi tuxuminglarga. Tuxuminglar sinmaydi. Tuxuminglar sinmaydi, zato sizlar bu narsani sekin ushlab turib, tagidan boshqa odam fonari yoqib turib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa holatda ham ko'rsanglar bo'ladi demoqchiman. Qorong'iroq, sal cho'mliroq, svet yoqmasdan ko'rsanglar o'shanda dvijeniyalari ko'rinadi. Mana ham aytilibdan svetlarni o'chirib qo'yib, sal cho'mliroq joyga kirib qolmay shu ishni. O'shanda bilinadi sizlarda tuxuminglar ploti bormi, ploti yo'qmi. Agar ploti bo'lsa, o'shani ichida xuddi tomirchalar bunday dvijeniyaga yuradi. Ana o'shanda bilsanglar bo'ladi, что значит tuxumda jo'ja bor. O'shani joyiga yana qo'yib qo'yish ham yo'li oson. Xuddi shu salafanni olasizlar, dublonkalar, mana dublonkalar turadi. Shu salafanda ikkinchi odam sekin kichkina qilib uni o'ram qiladi, sekin bunday qilsanglar o'zi sekin tushadi ichiga yumalab. O'shanda sindirib olmaysizlar, yana joyiga qo'ysanglar bo'ladi. Qo'rqmasdan qilsanglar bo'ladi. Bizda holat shunaqa edi. Shunaqa bo'ldi. Bu ikkinchi qushimiz shunaqa bo'lyapti. Bu bizda ham har doim ham misol uchun 10 ta qush qo'ysangiz ham 10 ta qush hammasi ochib chiqmaydi. Chunki aytayman, orada mana bunaqa brakoniyalar ham chiqadi. Yo'q, birinchidan tuxumi chiqmaydi, ikkinchisidan chiqishi mumkin, bilib bo'lmaydi. Shuning uchun iloji boricha yaxshilab tuxumlar bilan, sabzilar bilan boqish kerak. Bir kun tuxum bersiz, bir kun sabzi berasiz. Cherizdan berasiz. O'sha narizda o'zi yaritsa qilib tayyor bo'lganini shu modani oldiga qo'yib qo'yganingizdan keyin juda sayrab tashlaydi. Modani ko'rganda, moda ham dumini ko'taradi. U haqida ham videomiz bor. O'shani ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu yog'iga yana aytib ketaman. Naringlarni shu где-то bir haftacha boqasiz. Xuddi shunaqa men aytgandek, bir kun tuxum, bir kun sabzi qilib, keyin bir kun salat bay qilib yaxshilab boqsangiz, o'ziga kerakli vitaminlarni oladi. Shundan keyin qo'shishga tayyor bo'ladi. Mana bizning modamiz boshida pishib ketgan edi. Narimiz ham pishib ketgan edi. Qo'shdim, cho'ta bo'lmadi. Endi boshqatdan qo'shib ko'raman. Agar shunda ham bo'lmasa, endi boshqa narga buni qo'shaman, narni boshqa modaga qo'shaman. Shunda bilinadi. Qaysi birida ploti bor, qaysi birida ploti yo'q. Agar bu moda boshqa nardan tuxum qo'yib o'sha dvijeniya ploti bo'lsa, agar bunda bo'lib narda plot bo'lmasa, unda значит ayb narda bo'ladi. Yo narda plot bo'lib boshqa modada nar modasi tuxum qo'yib bersa, значит moda qo'ymasa, значит moda besplot bo'ladi. Shuning uchun o'tganingizda ploti bormi, ploti yo'qmi, shunisi ham so'rab olsanglar zo'r bo'ladi. Chunki endi to'g'ri bir xil bor deydi, bir xil yo'q deydi. To'g'risi ham men ham bitta tanishimizdan qush olganman. Tanishim ham deb bo'lmaydi uni. Tanishim o'sha o'zini okaxonasi ekan, mahallasida. Menga to'g'risi ham limon nar kerak bo'lgan edi. Yari bor nar kerak bo'lgan edi. Narni oldim. Nardan na foydasi bo'lyapti, na sayrayapti. Men o'shanga hayron bo'ldim. Yo, tug'ma sayramaydi, bilmayman. Tullo o'tsam, tullodan ham bunaqa narsa bilinmadi, shu tulloligi borligi. Shu o'tganingizda ham qarab olganinglar yaxshi. Narni plotiga qarab, o'sha o'zini ishib turgan, o'sha uflaganingizda past ishib turadi. O'sha narni yari chiqib turib, yari bormi deb so'rasangiz, o'tganda qo'shmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, modangiz sizda tayyor bo'lib, naringiz tayyor emas bo'lsa, unda olib kelib narni tayyorlashga to'g'ri keladi. Faqat yoshiga to'lganini olinglar, faqat kichkinasini olmanglar. Kichkinasini olsanglar endi azgan bir xillarda bo'ladi, bir xillarda bo'lmaydi. Shuning uchun 1 yosh bo'lgan, 1 yoshdan azgina olishganlarni tayyorlab modangizga to'g'rilasangiz bo'ladi, bir xillarda to'g'rilaganini ham olasiz. Shunaqa narsa. Mana bizda hozir modamiz bo'lmadi. Tuxum bermadi. Hozir mana shuni hozir qo'yib qo'ysam, dublonkasining joyiga yana yotib olmoqchi-da bu. Hozir bularda shuncha yo'q deb bunaqa tuxum bor deb o'ylaydi, yotib olaveradi.
bo'ladi, chunki ko'rmadi bu tuxumni anaqani, yana kelib yotib olmoqchi. Yo, bilmayman, modada yana qattiq tuxumi bo'lishi mumkin, qo'ya olmagan, yo nar eplab bera olmagan. Xullas, nimadan ayb bilib bo'lmayapti. Shuni hozir bilamiz. Boshqa narni qo'yib ko'ramanmi? Ko'ramiz. Agar modam ham hali unaqa qilmagan bo'lsa, unda zanjir qo'yamiz. Boshqa narga qo'yib ko'ramiz modani. Ovotganda qarab olsanglar zo'r bo'ladi. Modani ham tagiga puflasanglar, uni nima deydi, a'zosi pastda bo'ladi, ishib turgan bo'ladi, zo'r ishgan bo'ladi. O'shanda bilsangiz bo'ladi, moda pishib ketganda qo'shagan variant bo'lib turgan bo'ladi. Narda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Puflaganda tagida yari katta bo'lib turadi, ishib turadi. Bir xil narlarni olib puflasangiz kichkina bo'lib turadi. Bu kichkina degani u просто hali tayyor emas, uni ozgina boqishga to'g'ri keladi. Kattasini o'sha qo'shagan variant bo'lib turgan bo'ladi. Menda hozir to'g'ri desam, данное времяga ikkita pishgan narim bor, bitta pishgan modam bor. Hozir o'shani o'ylayman, qaysi birini qo'shsam ekan. Xullas, qo'shayotganda qarab qo'shsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu ovqatlarni ham chirizin berganinglar yaxshi. Olmasini, salat bayi, keyin sabzini qirg'ichdan chiqarib, keyin o'zini minerallari bor. Shunaqa narsalarni ham qo'yib qo'yaman-ki, mana mellari bor. Mana asalli anaqasi ham bor. Pastda qo'yib qo'yilgan, doni ham bor. Shularni yeb, ichib, o'ziga kerakli vitaminlarni oladi. Shunda tayyor bo'ladi. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olishinglarni maslahat beraman. Xudo xolisa bundan ham yaxshi videolar olishni boshlaymiz. Endi vaqtimiz bo'lyapti. Shu savollarga javob ham sekin olib javobini ham qo'yamiz. Hammaga rahmat.